Assalomu alaykum hammaga. Malibu mashinamiz pultlarini yo'qotib qo'yishgan. Shu pultlardan moslab, ochilib yopilgan qilib kalitlari joyida tursin, zavod qilingan qilib programmalar qilib beramiz hozir. Jarayonni kuzatib olinglar. Kalitimiz o'zida turgan holatda mashinamiz qulab ochyapti. Zavod qilishlarni to'g'rilab beramiz. Xolasoni ishlarini sugatdik, original pultlar bilan. Bismillah. Mashinamiz zavod. Kalitimizni qo'ygan holatda ham mashinamiz qulab ochyapti. Hozir endi elektrikka jo'natamiz akamizni. Pultdan zavod bo'liga qo'yishadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bizga murojaat qilaverasizlar.